Suhbatlashamiz. Ko'pchilik meni eski videolarimdan ko'rib kelayotgan obunachilarim "Nara yuzingiz juda ham yaxshilanyapti" dedi. Oldingiga qaraganda nimalar ishlatyapsiz deb aytishdi. Shuning uchun hozir yangi uxudimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Koreyada 8 yildan beri yashaganim uchun juda ham ko'plab koreyskiy kosmetikalarni, uxudovoy kosmetikalarni ishlatib ko'rganman. Shuning uchun agar qaysi biri menga yordam bersa, har safar obunachilarimga o'sha kosmetikani ko'rsatib aytib o'tib ketaman. Lekin meni videolarimni o'g'irlab, falshivka kosmetika sotadigan profillar meni videolarimni qo'yib, o'zlarini kosmetikasini sotar ekan. Iltimos, agar meni kosmetika ko'rsatib olgan videoyimni boshqa profilda ko'rsatgan bo'lsangiz, u men emasman. U inson bilan meni aloqam yo'q. Shuning uchun agar videoyimni o'zimni ofitsialniy profilimda ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, ha, original kosmetikani sizlarga ko'rsatyapman. Xullas, mendaqa yog'li yuzlar uchun poralaringiz juda ham ko'p bo'lsa va har bir soatda yuzingiz yog'lanib ketayotgan bo'lsa, shunaqa maskani, Slimax'ni maskasini sizlarga taklif qilaman. Bu qora nuqtalarni очищать qilib qisqartirar ekan. Buni strukturasi shunaqa. Koreyada juda ham moda bo'lgan shunaqa strukturadagi maskalar yuz uchun aynan shunaqa strukturadagi kremlar juda ham yaxshi очищать qiladi. Qora nuqtalarni va yog'li bo'lib ketgan yuzlarni juda ham yaxshi tozalaydi. Meni yuzimdagi poralar eshakdek ancha qisqardi shu maskani ishlatganimdan keyin. Va eski videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, ko'zimni tagi juda ham qorayib ketgan edi va ajinlar ham daji bor edi. Shuning uchun men ko'zimni tagiga juda ham har xil kremlarni ishlatib ko'rganman, lekin aynan shunisi menga yordam beryapti. Buni ham massaj qiladiganigacha bor. Shunaqa qilib bossangiz, ichidagi siviritkasi chiqadi va bemalol ko'zingizni tagini massaj qilib surtashingiz mumkin. Ko'zingizni tagidagi atsoklarni, ishib ketganlarni qaytaradi va ajinlarni yo'qotadi. Juda ham yaxshi ekan. Anchadan beri shu narsani ishlatib kelyapman. Va bu kollagenli siviritka bo'lganligi uchun shu joyingizga ham surtab qo'ysangiz, ajiningiz ancha qaytadi. Va yana kollagenli shunaqa siviritka yuzdagi ajinlarni yo'qotadi va yuzni tinchlantiradi va juda ham yaxshi namlantiradi. Shu siviritkadan olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Koreyada ham ko'plab karuslar shundan ishlatadi. Va yana yuzingizdagi ugrilarni ham daji yo'qotadi shu siviritka. Va yana albatta Access Ydan shunaqa siviritka bor. Bu siviritka yuzdagi har xil dog'larni yo'qotadi. Iqqat bo'lganingizdan keyin yuzingizga dog' toshib ketadi yoki quyosh nuridan yuzingizga dog' toshib ketadi. Shu Access Yda serumini ishlatsangiz, yuzingizdagi har xil dog'larni yo'qotadi. Meni ham shu dog'im juda ham katta edi. Ancha ishlatganimdan keyin kichrayishni boshlayapti.